Nima uchun aynan Copen Plus parashogini tanlash kerak? Boshqa parashoglardan ajralib turadigan 3 ta asosiy farqi. Birinchi afzalligi, hozirgi kunda siz tanigan ko'plab parashoglarni paddelgasi ko'payib ketgan, qayerdan sotib olishingizga qaramasdan ko'pincha paddelgaga uchraysiz. Copen Plusda original, qayerdan sotib olsangiz ham har doim original chiqadi. Parashok sifatini ko'rishingiz mumkin. Mayilligi, sifati ajoyib, hid beruvchi granulalar ham bor. O'zini ichidan mana bunaqa qoshiqchasi ham chiqadi. Ikkinchi afzalligi, bu parashok parfum bo'ladi, hidi kiyimda uzoq vaqt saqlanib qoladi. Bunda bor hidlarni boshqa hech qaysi parashokda uchratmaysiz. Uchinchi afzalligi, narxida sizga anchaga arzon tushadi. Boshqa обычный parashoklar 3 kiloligi 90 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 20 ta stirka bo'ladi. 4500 so'mga aylanadi har bitta kir yuvish. Bunda 51 ta stirka bo'ladi. 2300 so'mga aylanadi sizga har bitta kir yuvish. Narxi o'rtacha 3 kiloligi 115 ming atrofida sotilyapti. Paddelga parashokdan charchaganlarga Copen Plus parashogini tavsiya etamiz. Koreyada ishlab chiqarilgan. Koreya mahsulotlari sifati juda ham zo'r bo'ladi. Buni siz ham yaxshi bilasiz.